365 günlük tinchsiz safarimizning 23 kuniga sizni taklif qilib keldim. Vaqtingizni birdan berib turishni xalarsizmi? Tinchgina o'ylanib baqaylik. Biz balimizni beqatamdiq yoki ballarimiz orqali o'zimizning balliqini beqatamdiq. Bugungi tinchlanish mashqimizda balimiz qancha yoshga kirgan bo'lsa, biz shu yoshdagi o'zimiz bilan uchrashib baqaylik. Bir oiladagi bola tarbiyasi munosabatida birinchi halqaliq o'rinda turdig'ini, farzandimiz qancha yoshga kirgan bo'lsa, biz o'zimizning shuncha yashini inishkilik bilan kuzatish. Ularning har bir tug'ilgan kunida o'zimizning shu yashini kuzatib, shu yashimizdagi davolg'ish bo'lgan ishlarni inishki holatda nozuk hal qila olsak, balimiz bilan o'ttirimizda mangu har xil ziddiyatlar yuz bermaydi. Ondaqda bugun biz butun diqqatimiz bilan balimiz qancha yoshga kirgan bo'lsa, o'zimizning shu yoshdagi aslimlarimiz bilan uchrashib, tinchlanish qilaylik. Tinchlish jarayonida balliqdagi qaysi aslimlaringiz esingizga keldi? Siz qanday tuyg'uda bo'lyapsiz? His tuyg'ularingizni inkas rayoni qoldirib qo'ysangiz bu.